olib o'tiring. Choy iching. Opajon, choyingizni ham ichdik. Shirinliklaringizni ham yedik. Ovqatlaringiz ham mazali. Qizingiz ham oydekkina bo'lsa kerak. Sizda ayolni qizi yomon bo'lmasligi aniq. Uyingizga qulchilikka keldik. Sovchiman deng. O'g'lingiz nima ish qiladi? O'g'lim judayam halol inson. Birovni haqqiga xiyonat ham qilmaydi. Juda kamtar, o'qimishli, tabiatdan og'ir bosiq yigit. Ichmaydi, chekmaydi. Sizga yoqadi opajon. Ha, shunaqa deng. Hozir halol insonlar boy bo'lar ekanmi? Ayniqsa o'qituvchi bo'lsa xudo urdi tamom. Kamtarligi ham evi bilanda. Mani qizim hali yerga tegmaydi. Qolaversa halol inson boy bo'lmasa ham kerak. O'ylab ko'rish kerak buni. Opajon, bu nima deganingiz? O'g'lim bilan qizingizni bir-biriga ko'ngli bor. Biz kattalar buni o'ylamasak, kim o'ylaydi? O'g'limni izzat-hurmat qilib, ko'ngliga qarab sovchilikka keldim. Ha, endi qaraysiz-da ko'ngliga. Bittagina o'g'lingiz bo'lgandan keyin. Meni qizim o'qimishli qiz. Ertaga diplomini olsa, jaraq-jaraq puli ham bor. Halol inson o'g'lim deb maqtavasiz. Ertaga qizimni bersam, och qolib ham keladi-da. Oylik birda bor, birda yo'q. Endi kuyovni ham boqishim qoluvdi. Yo'q. O'ylab ko'rish kerak buni. Opa, nima ish qilaman degandingiz? Xudoyim-ey. Men necha yillik savdogarman. Qo'limda jaraq-jaraq pul o'ynaydi. Qancha kazo tanishlarim bor. Hammasi og'iz solib o'tiribdi, qizingni kelin qilaydi. Xudoga shukr, farzandlarimni hech kimdan kam qilmaganman. Ana, xolodilnigimni ochib ko'ring, to'la produktda. Men bolalarimni kelajakda och qolishini xohlamayman. Bolalar qayerdan ham bilardi buni? Akam, ya'ni xo'jayiningiz, balki ular tushunar erkak kishini. Uyda erkak kishi xo'jayin-ku. Nima dedingiz? Erkak kishi xo'jayin? Menga qarang singlim. Men 10 yil bo'ldi erimdan ajrashganimga. Bolalarimni ham otasi, ham onasiman. Erkak kishi xo'jayin emish. Men o'ylab ko'rdim. Men sizga beradigan qizim yo'q. Opajon, siz to'g'ri aytdingiz. Biz siz bilan quda bo'la olmas ekanmiz. Meni yagona o'g'lim. Dang'illama hovlini egasi, bitta firmani direktori, 5-6 ta mashinasi bor o'g'limga sizni qizingiz munosib emas ekan. Qani bir duo qiling. Uyingiz to'yxona bo'lsin. Voy o'lmasin. Singlim, Azizjonning onasiman demaysizmi? Har kuni sovchi keladi, har kuni uyimda sovchilar bor. Mana shunday haydayman-da sovchilarni. Azizjon juda ham yaxshi yigit. Eshitgandim shunaqa deb. Kechiring singlim. Balkim gaplashib olarmiz. Xafa bo'lmang. Yo'q, opajon, hech xafa bo'lmang. Xudo xolasa o'zingiz orzu qilgandek xonadonga qizingizni uzatasiz. Mani o'g'lim juda ham aqlli yigit. U pulga, davlatga uchgan qizlarni yaxshi ko'rmaydi.
Shuning uchun ham oyijon, oddiygina bo'lib boring. Qanaqa oila ekan? Ular ham oddiy oila. Sizni ko'rib, yana bu xonadon boy ekan deb uyalib qolmasin degandi. Shunga qarab kamtargina bo'lib kelgandim. O'g'lim Alloh suygan ekan, qayerdan quda bo'lishimizni ham ko'rsatib qo'ydi-ya. Xudo xolasa o'zingizga munosib qudalar uchrab qoladi, qudajon. Mayli, biz turaylik. To'g'ri aytasiz, o'g'lingiz Azizjon juda ham aqlli yigit-da. Buni qarang, bilmabman-a. Bu sovchilarni har xil sovchilar kelyapti-da, qalang'i, qasang'i, bir shunga bir tanlab turuvdim-da, qudajon. Azizjon, men bir boshqacha deb o'ylovdim-da, uni onasini. Bilmabman, yaxshi ayol ekansiz. Balki o'ylab ko'rarmiz-a. Mana kechiring, qudajon. Qizimizni o'zingiz aytdingiz-ku, farzandlarimizni ko'ngliga qaramasak kim qaraydi? Yana gaplashib ko'ramiz-a, qudajon? Of, tilim qursin. Boy joyga quda bo'laman deb tayyor qudani, tayyor boyni yo'qotib o'tiribman-a.